Michael Page UFC unga top 10 jangchilar o'rniga o'zbekistonlik Nursulton Ro'ziboyevni raqib qilib berganiga ochiqchasiga norozilik bildirdi va hamyurtimizning ustidan kulgandek shunday dedi. Bilasizmi, bu shunchaki kulgili va aqldan ozgandek holat. Men MMA olamida eng yuqori darajaga chiqqan yulduzman, ammo men bilan bitta oktagonga chiqishdan qo'rqib bahona qidirayotgan top 10 jangchilarini tushunmayapman. Biz raqiblar ro'yxatini yuboramiz, ular esa go'yoki meni eshitmagandek qochishadi. Eng qizig'i buni o'rniga UFC menga kimni beryapti? Ro'ziboyev nima? Bu men uchun shunchaki orqaga tashlangan qadam. U reytingda ham yo'q. Men esa uni darajasidagi jangchi emasman. Dunyoning eng shafqatsiz sport turida o'zimga munosib raqib topa olmay, reytingda yo'q yigitlar bilan vaqt yo'qotganim haqiqatdan ham aqlga sig'maydi. Page o'z gapi bilan UFC unga vaqtinchalik ermak va oson o'lja sifatida Nursultonni ro'baro qilayotganiga ochiqchasiga shama qilib, hamyurtimizning darajasini yerga urishga urindi. Britaniyalik yulduzning bu kibrli va balandparvoz gaplariga oktagonda Nursultondan munosib va shafqatsiz javob qaytarishini kutib qolamiz. Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevga bo'lajak jangda ulkan g'alaba va omad tilaymiz. Kuchingni oktagonda ko'rsat, Nursulton. Shekka kelgan o'zbeklarning hammasiga